Bu gaz xizmati nazoratchisi uchun qo'llanma. Aholiga balon sotishni bosqichma-bosqich ko'rsatamiz. Birinchi qadam. Skanerni oching va kamerani balon kodiga tuting. Keyin abonent kodi. Uni skanerlash yoki qo'lda kiritish mumkin. Ilova abonent kartochkasini ochadi. Bu yerda balans, nechta balon tegishli, nechtasi qolgani va hozir balon berish mumkinmi, hammasi ko'rinadi. Ilova balon berilayotgan joyni belgilab qo'yadi. Yakunlashdan oldin ekranda barcha ma'lumotlar tekshirish uchun chiqadi. Balon, abonent, joy. Bu ekran tasdiqlash deb ataladi. Oxirgi qadam shaxsni tasdiqlash. Balonni oluvchi kameraga qaraydi, tizim yuzni va uning jonli ekanini, rasm emasligini tekshiradi. Sotuv ro'yxatga olindi. Hammasi tizimda saqlanadi. Tarixni nazoratchi ham, abonent ham ko'ra oladi. Xullas, balonni skanerlash, abonent kodi, ma'lumotlarni tekshirish, tasdiqlash va yuzni tekshirish. Tez va xatosiz. Gaz bor, nazoratchilar va abonentlar uchun.